Assalomu alaykum, mahli guruh. Omonmisizlar, yaxshimisizlar? Bugun qo'ramizda shunaqa holat bo'ldi. Qora sog'lig'imiz birinchi qoringa qo'zi qo'chqorcha tug'di. Biz tajribada birinchi marta bo'ldi. Bu qo'zi teskari machoq orqa tomoni bilan ketdi. Qo'yimiz ancha qiynaldi. Biz tajribamiz yetmadi. Qo'limizdan kelgan sababni qildik-ku, eplolmadik xullas. Chorva boqarlar bilan tushunadi, shunaqa holatda ham bo'lib turadi. Qo'zi qo'chqorcha anchagina yirik, katta chiroyli tug'ilgan ekan. Qo'yimiz lekin ancha qiynaldi. Birinchi qoringa o'zi yirikkina bo'lsa ham, qo'zi ham bunga birinchi qoringa ozgina kattalik qildi. Qo'chqor Oltiariqdan G'ayrat akamiz qo'rasida olingan ko'p ko'zli qo'zisi. Ota tomonidan Polvon degan qo'chqor, ona tomonidan Jirafa degan qo'chqor. Erkinaka Eshpo'latov qo'ralaridan chiqqan qo'ylarning qo'zisi edi. Sog'lig'imiz Buxoroda Akmal Hoji akani qo'ralaridan chiqqan Bo'ron 2 degan qo'chqorni qo'zi sog'liqchasi. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Xudo xolasa keyingilariga eson-omon qutib olsin.